Bugun TechCrunch'da o'zimizni Uzum loyihasi haqida yangilikka ko'zim tushdi. Uzum oxirgi 7 oyda 53% ga o'sib, 2.3 milliard dollar baholanibdi. O'zbekistonda eng tez o'sayotgan startap qanday bu darajaga erishdi? Bugun shu haqida gaplashamiz. Omon Mustaqil fondi, Tencent, VR Capital, Finsight Venture umumiy jihatda 131,5 million dollar investitsiya kiritdi. Shundan 81,5 million dollari to'g'ridan-to'g'ri aksiyalar uchun, 50 million dollar esa kelajakda raunddan keyin beriladigan qarz shaklida berilgan. Uzum esa 2026-2027-yilda IPO e'lon qilishni reja qilyapti. Ungacha 250 yana 300 million dollar investitsiya jalb qilmoqchi. 2024-yil O'zbekistonda birinchi unicorn bo'lgan startap Uzum 2025-yil avgustda 1,5 milliard dollar baho bilan 65,5 million investitsiya olgan edi. Uzum o'zi qanday qilib bunday natijaga erishdi? Buni esa kompaniyani tarixiga ozgina e'tibor qaratamiz. Birinchi Uzum Market bilan bozorga kirdi. Keyin fintech loyiha bo'lgan Uzum Bank va Uzum Nasiyani o'ziga qo'shib oldi. Undan keyinroq esa ekotizimga tez yetkazib berish xizmati, ya'ni Uzum tezkorni qo'shib, juda ham katta ekotizimni yaratdi. Endi e'tiborni bir nechta statistik raqamlarga qaratsak, o'tgan yili 17 million aktiv foydalanuvchi bo'lgan bo'lsa, hozir 20 million. Uzum Marketning o'zi 17 ming mahalliy tadbirkorlarni birlashtiryapti. Ularning umumiy savdo hajmi esa 11 milliard dollarga yetgan. Foydalanuvchilar soni esa 4.6 millionga yaqinlashgan. Umumiy ombor hajmi hozir 125 ming kvadrat metr, kelajakda esa 500 ming kvadrat metrga rejalashtirilgan. Ayni vaqtda Uzumda 12,5 mingta xodim ishlab kelayotgan ekan. Juda ham zo'r. Uzumning eng katta foyda keltiradigan qismi bu fintech yo'nalish bo'lib, 2025-yilda o'zidagi daromadlar 691 million dollarga erishgan. Sof foyda esa 176 million dollar. Uzum Bank foydalanuvchilari 5 million bo'lib, 2025-yilda umumiy ajratilgan kreditlar esa 1.2 milliard dollarga yetgan. Bu juda ham katta raqam. Keyingi target esa qo'shimcha 5 million foydalanuvchini olib kirish. Nima deb o'ylaysiz? Uzum kelajakda butun Markaziy Osiyoni egallaydimi yoki unga raqobatchi chiqadimi? Kommentariyada yozib qoldiring.